Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz xudo xolasa Lochindan bo'ladi. Maishiy texnikalar olami dedi. Manzil obunachilar Qoraqalpog'iston egasi 50 kilo tumani Qirqizobodamiz. Lochin Qirqizobodda bu. Qirqizobod bozorining yoni. Bo'stonga tashqarida Qirqizobod bozordan kelaverishimiz, Bo'stonga yetaverish yo'limiz bo'ladi. Yani Bo'stondan kelaverishda Lochin. Buni tushunmayotgan uchun obunachilar ekranda telefon nomerlari ham bo'ladi. Necha yangiliklar bor, ichkariga kirib birgalikda ko'rib chiqamiz. Obunachilar ichkariga ham girdik. Qani bu Lochinda necha yangiliklar bor? Sen boy yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatjon, yaxshimisiz? Shukr, rahmat. Qani obunachilar bilan salomlashib bo'lsan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning kuzatuvchi va endi kuzatish uchun tayyor bo'lib turgan obunachilar. Qani Husinboy, bugun necha yangiliklar bor, xudo xolasa? Bugun xudo xolasa shu yangi yil arafasida bizning obunachilar va mijozlar shu sovg'alarni tekinga, hamma sovg'ani tekinga ulashacakmiz. Shu sovg'a tekinmi? Hammasi tekina. Mijozlar uchun. Shu telefon tekinmi? Telefon ham. Hamma telefon, shu ko'rib turgan sovg'alarning hammasini shunday beramiz, shundaylik. Shu telefonlar hammasini tekin o'tib olsa bo'ladimi? Bemalol o'tib olsalar bo'ladi. Obunachilar mana qaranglar. Bir telefon bilan to'xtamaydi mana qaranglar bular. Telefon, undan boshqa bir sovg'alar qaranglar. Bularni esa obunachilar video davomida to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib beramiz-ku. Ha, video davomida bizdan kuzatib tursalar. Shunda shularni tekin o'tib olsa bo'ladi. Qol, Husinboy, endi bularni tekinga beramiz dedik. Ha. Endi nechada o'tadi bularni sen o'zing tushuntir endi bu tekinga. Endi buni o'tib olish, tekinga o'tib olish yo'li bizning Lochin Market Instagramdagi va YouTube'dagi kanallarimizga obuna bo'lish kerak. Shunda bu har kuni 5 ta sovg'ani bizga obuna bo'lgan obunachilarimizga kommentariy orqali aniqlab boramiz va kundagi sovg'ani kunda o'z egalarini yetiramiz. Ha, shunda buni o'tib olish uchun shunda hech pul sarflash shart emas. Shart emas. Bu qani shu Lochin Marketga obuna bo'lish kerak. Ha. Kommentariyani yozish kerak. Ha. Instagram profilidan. Instagramdan. Birgina Instagram, birgina YouTube'da aniqlab qo'yaveramiz. Ha, kommentariy yozish kerak, kommentariyada aniqlaymiz. Ha. Agar kommentariy yozgan bo'lib, obuna bo'lmagan bo'lsa, bo'lmaydi. Albatta obuna bo'lgan bo'lishi kerak. Obunachilar ko'rib tursizlar. Tekinga o'tib olaman desanglar, obязательно rahmatjon obuna bo'lasizlar. Birinchi navbatda, ikkinchi Lochin Market obuna bo'lib qolgan bo'lishlaring kerak. Instagram profilim. Instagram ham YouTube. Har kun kommentariyani aniqlab qo'yamiz, aktiv bo'lib tursalar. Ha. Xudo xolasa, keyin mana bu aytib o'taylik, bu shkafni endi yangilar efasi mijozlarimizga bizlar shuncha skidka bilan, sovg'alar bilan tovar xarid etgan bo'lsa ham, oxirida bizlardan shu sovg'alar ichida birsini yengil sovg'a sifatida 4 eshikli shkafozni beramiz 31-dekabr kuni. Buni o'tib olish sharti bizlardan tovar xarid etgan bo'lishi kerak va bizlar o'zining ism, familiyasi va telefon raqami orqali bir bilet qoldirib ketadi. Bizlarning mahsulot olgan mijozlarimiz. Lochin Marketdan novudir xarid etsalar, xarid ketadilar. Ha, eng kamida 500 ming so'mlik tovar xarid etgan bo'lishi kerak. Yangilar arafasida o'ynaymiz. Yangilar arafasida 31-dekabrga o'ynaymiz va yetkazib beramiz. O'zi 10 kun qoldim, 8 kun qoldi. Ha, bir hafta vaqt qoldi. 10 kun qoldi ama. Hamma obunachilar kutib qolamiz, kommentariyani ham bosamiz. Tekinga sovg'ani o'tib olish imkoniyati bor. Ha, bizdan obuna bo'lganlar shu sovg'alarning egasi bo'ladi.